Stoplaringiz 44 bo'lsa, 45 ga qo'ysalaringiz bo'ladi. 45 5, 45 2 shu atroflarga. Lekin bozor uygacha chiqmasa kerak ko'p ehtimol bilan. Bo'ldi. Mana shu 40 lardan qaytib ketadimi deb kutib o'tiribman o'zim ham. Agar bu 40 ni yorib o'tadigan bo'lsa, mana bu PDH'imizni yorib olmoqchi bu harakat qilsa ham, mana bu order blokda 50% dan qaytib ketadi. Ko'p ehtimol shunday. 40-42 lar atrofidan qaytib ketadi. Lekin u yoqqacha chiqmasa Demak 35, 37, 39 oralig'ida kiraveramiz, o'sha atroflardan bozor sel ketib qoladi. Bu mana reaksiya olishni boshladi, yuqoriga qarab chiqyapti sekin-sekin. Kechagina o'tgan darsimiz bugun bozorda o'xshab turibdi. Rahmat aka, tushundim. Nima bo'ladi? Ko'pchilik uxlayaptimi deymanda ertalabdan. 5 kishigina qo'shilgan. Bizning shogirdlar qayerga uxlashyaptimi bilmayman. Mana shu ertalab bergan signallaringiz ancha uzoq yurayapti-da, shu ertalab kirish kerak aka. Yo, o'tgan hafta nima, endi ko'pchilikdan bitta so'rovnoma o'tkazgandim. Agar uzoq dolga surokka signal beraymi yoki doimgidek 100 pips 200 pipsga signal beraymi deganimga ko'pchilik dolga surokni tanlagan ekan. Ya'ni kunlik analiz qiling. O'sha analiz bo'yicha kiraylik, iloji boricha 400 500 pips ishlab bozordan chiqib ketaylik degan fikrni qoldirishibdi. Ko'pchilik shuni tanlashibdi. Shunga ertalab yaxshilab ideya beryapman. Abitdan keyin ancha vaqtgacha ushlab turibmiz shuni. Agar qisqa nima desam 100 pips 200 pips degan aniq signal chiqib qoladigan bo'lsa, uni ham beryapmiz. Endi bugungi kunda hozir yozib oldik buni ham. Bugungi kunning rejasi bozor pastga qarab tushib ketishi kerak. Boya aytganimdek 3309, 3308, 3282 agar zo'r tushib bersa impuls bilan New York sessiyada 3258 gacha tushib ketish ehtimoli bor bugun. Ko'ramiz detayli qana agar bozor mana bu order blokni yuqoriga impuls bilan yorib qo'yadigan bo'lsa, mana bu order blokda, mana bu order bloklar bu hozirgi signalimiz stop bo'ladigan bo'lsa, keyin bayga sharoit qilib qiziqib boshlaymiz. Unda ham ma'lum bir yergacha, chunki trendimiz mana bu yerda bayga qarab harakat qildi, mana bu qismda. O'sha paytda agar bayga qarab yurganda, bayga qarab yorganda, markaz strukturamizni ham o'zgartirganda-da, shu yerda bay ketsa ketadi, ketolmadi, demak pastdagi likvidlarni yechib kelishga harakat qiladi bozor. Impuls bilan tushib kelyapti. Hozir ham ko'p ehtimol mana shu order bloklardan yo FVJlar qaysi biridandir sel ketadi. O'zlaringizga qiyin qilib turib 7 noma'lum tenglama bilan miyani qiynaganda murakkab analizlar qilishlari shart emas. Oddiy bozor harakati ana shunday. Markaz strukturamiz seldamiz, struktura bo'yicha harakat qilish kerak. Order blok yo FVJdan bozor albatta reaksiya oladi. Hozir ham ertalab ham order blokdan reaksiya oldi. Bizlar ko'rmadim, men ko'rmadim to'g'risi 36 da edi men ko'rganimda. O'sha atrofdan shunday kirdim, sizlarga signal berdim keyin. Hozir yana chiqish kerak, baribir test qilish kerak bozor. Mana bu nima desam ekan? Aytaylik mayli. Mr. Casino'ning strategiyasi bo'yicha bozor mana bu qizil shamni, mana shu qizil shamni olib oladigan bo'lsangiz, o'zini indikator bilan chizaylik-da. Mana shu qizil shamni olib oladigan bo'lsangiz, mana shu qizil shamni 50% gacha chiqib beradi, umuman olganda. Ya'ni bu 50% nechiga to'g'ri kelyapti? 36-37 orasidan bozor 100% sel ketish kerak. Bu Mr. Casino'ning strategiyasi, qanday strategiya? Order blok zonamiz bor. Order blok zonani bozor test qildi, o'zlarining likvidlarini oldi. Dodge ham bor, bir emas, ikkita Dodge ham bor. BPR zonada turibmiz, ya'ni kuchli sel ketuvchi zonadamiz. Va mana bu sham bozorda selga harakatlantiradi. 50% dan bozor sel ketishi kerak. Bu strategiya qanday bo'ladi? Mana shu 50% da limitlar qo'yiladi. Stoplar mana shu shamni yuqorisida bo'ladi. Ya'ni bozor mana bu likvidni olmaydi, chunki orqadagi likvidlar yechildi, buni asosiy likvid deb hisoblaydi. Pastimiz qayergacha bo'ladi desa, tepa birimiz 3324, tepa ikkimiz 3300, 3309 shu atroflargacha. Kichkina stop loss bilan ishlash bu. Qancha, ya'ni necha pips stop loss bo'lyapti? 36 dan 39, 30 pips stop loss bo'lyapti, lekin tepamiz anchagina pastga ketadi. Agar bozor impuls bilan tushib beradigan bo'lsa, 3259 gacha ketsa, bu juda katta tepa. Bu Mr. Casino shunday ishlaydi buni. Shohakiga chalg'itmanglar, shohaki umuman boshqa odam, bank strategiyasi bu jiddiy o'zidan qo'yib qo'ygan. Mr. Casino strategiyasi haqiqiysi mana shu. Mana o'sha bozor impuls bilan chiqyapti 3334 da. Tasdiq beradi. Maydaroq time frame'ga o'tasizlar 5 daqiqaliklarga tasdiq beradi. Ya'ni Dodge ham hosil qiladi, mana bunga o'xshagan.
Уже bitta yuqoriga chiqqan sham hosil qiladi, shu bilan dars tushib ketish kerak. Kuzatinglar. Intriga e'tibor beringlar, bozor sel ketishi kerak. Bugungi darsimiz, bugungi analizimiz mana shu. Live trade menimcha yaxshi bo'ldi. Hozir videosini ham tashlab qo'yaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Katta rahmat. Xudo xohlasa bir yaxshi taklif bor, o'zingizga Telegramga yozaman, lichkangizga. Aha. Rahmat. Xo'p, mayli. Xo'p, xo'p. Riskka amal qilinglar. Biliming zo'r bo'lsa ham risk bilan ishlagan yutadi oxirida. Shunga ehtiyot bo'linglar. Bo'pti, salomat bo'linglar. Xo'p aka.